Taniqli aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Mehnat Shuhrat ordeni sohibi Farhod Abdullayev 1957-yil 1-oktyabrda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida dunyoga kelgan. Qahramonimizni onasining shirali ovozi va san'atga bo'lgan mehri uning qalbida aktyorlik orzusini uyg'otdi. Ay balak asl niholimni qayirmish g'azab bilan mani yordan ayirmish. Bilmem endi yorim kimga buyurmish. Yorning guli galning o'zi gelmadi yoriga. Farhod Abdullayev shunday dedi: sir emas, aktyorlarni tanlashda bo'y pasti va tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor berishadi. Meni suhbatdan o'tkazganlar bo'yi past, ko'rinishi ham qadar ekan, ammo yigitning talanti bor deyishgani qulog'imga chalingandi. O'qishga qabul qilinganimni eshitganimda juda xursand bo'lgan edim. Farhod Abdullayev hayotida Bahodir Yo'ldoshevning o'rni alohida bo'ldi. Ustoz rejissyor uni kutilmaganda Kelinlar qo'zg'oloni spektakldagi kenja o'g'il roliga tasdiqladi va bu ijro unga katta muvaffaqiyat keltirdi. Ko'pchilik aktyorning omadi 40 yoshdan keyin kelganini aytadi. Tomoshabinlar uni uzoq vaqt faqat komik aktyor deb bilishgan bo'lsa, Sevinch va Afg'on filmlari orqali u o'zining kuchli dramatik mahoratini isbotladi. U dardi va g'amini kulgusi ortiga yashira olgan ta'sirchan ota roli bilan xalq mehrini qozondi. Bugungi kunda Farhod Abdullayev turmush o'rtog'i bilan 3 farzandni voyaga yetkazib, bugun bir qancha nabiraning sevimli bobo buvisiga aylanishgan. Qahramonimiz ayni paytda teatrda aktyor va rejissyor, telekanallarda esa boshlovchi sifatida faoliyatini davom ettirmoqda.